Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Ushbu vlogimda siz bilan Beruh Shulada bir kun qanaqa o'tishini bilib olamiz. Qana ketdik. Xo'p, kun tartibim qanday boshlanadi? Har kuni soat 4:00 da turaman. Soat 4:35 bo'ldi. Va albatta, bet-qo'lni yuvgandan so'ng nonushtaga o'tiraman. Nonushtam mana shunday ko'rinishda. Nonushtadan so'ng sekingina velosipedda Bus Haltishtil, ya'ni avtobus bekatiga yo'l olaman. Xullas, avtobus bekatiga ham yetib keldim. Soat 5:02 bo'ldi. Ro'parasi 3 daqiqadan so'ng avtobusim keladi va avtobusda Halliga yo'l olaman. Mana do'stlar, avtobusim ham keldi. Endi Halliga yo'l olamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, avtobusga ham chiqib joylashib oldim. Xo'p, endi biz 1 soat 20 minut Halligacha yuramiz. Xo'p do'stlar, men hozirgina avtobusdan tushdim. Avtobusum уже ketdi va mana bu avtobus bekati. Bu yerda hozir remont ishlari ketyapti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 8 naryoqda 9-bekat. Bu yerda har bir avtobus aynan o'sha raqamlarga qarab to'xtaydi. Meniki 8-sida to'xtagan. Shunday, hozir men sizga bir chiroyli manzara ko'rsataman. Mana bu vokzalni avtoturargohi, ya'ni poyezdlar mana shu yerda turadi. Shunday. Va bu shahar Halli Zalli deyiladi. Halli shaharning nomi, Zalli bu shu shahar bo'yida o'tgan daryo. Misol uchun o'zimizda Sirdaryo, Amudaryo o'tgan bo'lsa, bu yerda Zalli daryosi o'tgan. Shunaqa. Mana bu tramvay 4-raqamli tramvay. Va yana bitta qiziqarli fakt, Germaniyada qandaydir qurilish ishi boshlansa, aynan o'sha obyektni to'liq o'rab olishadi va to'liq yopishadi. Mana shunday. Va bu tez bitib ketmaydi. Sekin-sekin qurib, bitkizib borishadi. O'zim misol uchun Myunxenda bo'lgan paytim ko'rganman ham. Bitta binoni to'liq yopishgan, ustlarini to'liq material bilan qoplagan, qurilish materiallari uchib ketmasligi uchun tashqariga to'liq yopilgan va ichida remont qilib boshlangan. Shunday. Hozir endi sekin tramvayga o'tirib Beruh Shuliga boramiz. Xo'p do'stlar, mana tramvay keldi. Endi sekin Beruh Shuliga yo'l olamiz. Do'stlar, bir qiziqarli fakt, Germaniyada odamlarni videoga yoki audioga olish taqiqlanadi, ularni ruxsatsiz. Xo'p, xullas hozir bilet tekshiruvchi keldi. Hozir endi biletni ko'rsatadi. Dalshi yo'limiz. Xo'p do'stlar, men hozir tramvaydan tushdim. Endi esa Beruh Shuliga sekin chiqib boraman. Hozir Beruh Shulini sizlarga ko'rsataman. Beruh Shuli mana shu yerdan to'g'riga borganda. Bu yerdan to'g'ri ketsa, u yerda magazin va Burger King. Burger Kingga darsdan chiqqandan keyin deyarli hamma kiradi va yana bitta ajoyib manzarani ko'rsataman. Mana erta tongdan quyosh chiqishi. Ular shunday. Endi ketdik. Sekin mashina yo'ldan o'tamiz. Shunday. Xo'p do'stlar. Men hozir sizlarga qaysi binoda o'qishimni ko'rsataman. Mana sizlarga yana bitta ajoyib manzara. Mana nihoyat men Beruh Shulidaman. Hozir men sizga bir narsani ko'rsataman. Bu House A.
A uyi, ya'ni blok A. Bu yerda C blok, bu yerda men o'qiyman. Bu esa davlat binosi. Bu yerda ruxsatnomalari beriladi. Misol uchun mashina haydashga, yana qandaydir hujjat ishlari bo'lsa, mana shu yerda yechilar ekan. Hozir o'zim o'qib ko'rdim nimaligini. Mana bu yerda yozib qo'yilgan. Internetda o'qidim nimaligini buni. Burger servis. Burger yeyiladigan burger emas. Burger bu, hozir tushuntiraman. Burger servis bu, fuqarolar servisi deyiladi. U yerda o'sha hujjat ishlari gaplashiladi. Hozir endi House A ga kirib boramiz. Shunday. Mana hozir House C ga kirdim. Bu bizning bino. Bu yerda tinch. Chunki ertalab soat 7:10 bo'ldi adashmasa. 7:08. Mana hozir ko'rsataman. Mana shunday. Bino bu yerda ko'rishingiz mumkin, velosiped turibdi. Lekin buni qanday qo'yilganligini bilmayman, chunki bu yerda eshikni o'zi yopiq. Hozir buni ochsam ochilmaydi adashmasam. Yo'q, ochilmaydi. Bilmadim qanday kirishadi. Shunday. Endi bu yo'l xaritasi desa ham bo'ladi. Obragi shos bu tepa qavat, ertaga shos yer qavati deyiladi o'zi to'g'ridan to'g'ri. Nemislarda birinchi qavat, bizda birinchi qavat deb yozilsa, ularda 0-qavat deb hisoblanadi. Yer etaji deb birinchi qavat, o'zi ikkinchi etaj hisoblanadi bularda. Bizda misol uchun 1 bo'lsa, ularda 1 emas 0, ikkinchi qavati esa 1 deb yoziladi. Shunaqa. Endi hozir xonaga boramiz. Well, I lived Chattanooga, boy had $1 and a dime. Headed out for Nashville. Bizni birinchi darsimiz Hershram, ya'ni sinf rahbarimiz bilandi. Ular bizga matematika darsini o'tadi. Ustoz bizga varaqalarni berib chiqdi, biz testlarni yechib chiqdik va orada mana shunday videolarni ham qo'yib berdi. Birinchi darsimiz tugadi va men o'zimni yaqin og'alarimdan kichkinagina savol berishga qaror qildim. Was kannst du für meinen Blog sagen? Ah? Was kannst du sagen für meinen Blog? Ja, ist nicht einfach, korrigieren, Bruder. Kannst du erinnern, hat gestern gesagt, fährt von Songerhausen bis Halle Saale. Und wann stehst du auf? Um 4 Uhr. 4 Uhr. Bruder, ich kann nicht das machen, aber du bist ein Stadtmann. Aber ich weiß, dass du kommst jeden Tag zur Schule und das ist nicht einfach. Aber nächstes Mal vielleicht, wir fahren zusammen. Mana ko'rganingizdek hozir darsim tugadi. Hozir endi sinfdoshimni, kursdosh deyman bularni bilmadim. Xullas, shul kamaradalarım bilan Lidl ketyapman. Lidlda butun yurishuvli bo'ladi. Hamma o'sha yerga boradi hozir. Ko'rsataman. Mana o'sha yerda Lidl. Har oraliq pauzada 20 minut 30 minut beriladi. Hamma yoki Lidlga boradi yoki Burger Kingga boradi. Burger King ham boya aytgandek, u yerda joylashgan. Mana o'sha yerda. Men boya avtobus bekatidan nariga tomonga tushdim. Mana. Hozir endi sekin boramiz. Xullas, men hozir ichishga nimadir olaman, chunki idishimga suv olish esimdan chiqibdi. Hozir endi 1,5 litr, 1 litr suv olaman. Xullas do'stlar, mana oldim, endi kassaga boramiz. Qo'yamiz. Hozir ko'rib qo'ying. Mazaki sog'. Well, I lived Chattanooga, boy had $1 and a dime. Yo'q, danke sehr. Suvni oldik, endi esa ikkinchi dars, ya'ni sportga boramiz. Jismoniy tarbiya. Qani ketdik. And learned to rob and steal.
Xullas, bugun sport bugun bizda. Hozir endi ko'rishganda ko'rishguncha. Xullas, kiyinib oldik. Bugun nima qilishimiz? Jismoniy tarbiya darsimiz bitta qoida bor. Xohlagan sporting bilan shug'ullan, faqat bo'sh o'tirma. Hamma nimadir qiladi. Kimdir futbol, kimdir basketbol, kimdir voleybol o'ynaydi. Men basketbol o'ynadim. Next thing you hear from me, I've been tied to a ball and chain. Playing cards and crap. Xo'p do'stlar, mana sport darsimiz ham tugadi. Endi o'rtada katta tanaffus yarim soat chami bo'ladi. Keyingi dars 11:10 da boshlanamiz. Hozir men ko'rsataman. Untis degan ilova bor. O'sha ilova orqali ko'rsa bo'ladi nechida boshlanishini. 10:20 da darsimiz boshlanar ekan. Ko'rindimi bilmadim. Xo'p, mana 11:20 da Visnevskiy Mortal degan ustoz bilan dars bo'ladi. Hozir endi yarim soat tanaffus. Xullas do'stlar, mana kunimiz ham sekin nihoyasiga yetmoqda. Hozirgina 3-darsga kirib olib, o'z joyimni egalladim va ustoz kelib, kim o'tgan darsda test yozmagan bo'lsa, yozib topshirsin dedi. Va men tezgina topshirdim-da va uyga yo'l oldim. Eng oxirgi videoda esa ovoz eshitilmay qolgan ekan, mikrofonim ishlamagani sababli. Shuning uchun do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Like bosib, izohlarda o'zingiz qaysi sohaga ausbilding qilmoqchi bo'lganingizni yozib qoldiring. Va har doimgidek, bilit siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Ko'rishganda, ko'rishguncha.